Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Yosh Abu Vortex va O'zbek Gaming va bugungi videomizda Stand of 2 da Duel 2 hammasini qon qaqshatamiz. Va demak, videomizni boshlaymiz. Umid qilamanki, videomiz sizga yoqadi. O'zbek Gaming mening kanalimda birinchi marta chiqishi, shuning uchun opsiyaniyada uning ham kanalini qoldiraman. Uning ham kanaliga o'tib, albatta obuna bo'lib qo'ying va kommentariyasiga Abu Vortexdan salom yozib qo'ying. Yozib qo'yish esdan chiqmasin. Va biz duelni boshladik. Men O'zbek Gamingni kanalidan O'zbek Gaming komandasidan bo'laman va PPL'da duel 2 boshladik. Xo'p, demak, kiryapti hozir. Ozgina xatoliklar bo'lyapti. Xo'p. Demak, o'yinga hozir kiramiz va mana kirdik. Endi O'zbek Gamingga kiramiz va endi xo'p, bu razminka, eslashda bu hozir razminkada ozgina razminka qilib turamiz, lekin bizning raqibimiz hali bir kishi ekan. Xo'p, bitta minus. Negadir bir kishi ekan, menimcha hozir ikkinchi raundlarda yana bir kishi qo'shiladi ularga. Xo'p, ana o'talmay qoldi. Razminka tugadi, sababi endi boshladik o'yinimizni. Demak, lekin birinchi raundda hali ham ularga bir kishi kirgani yo'q. Xo'p, birinchi raund. 30 jon. Granatadan o'lmasam bo'ldi edi. Xo'p, qani ol. O'yla. Молодец, yaxshi O'zbek Gaming. Xo'p. Keyingi raund. Yaxshi, ularga ham bir kishi qo'shildi. Endi haqiqiy o'yin endi boshlandi. Xo'p, jonimni oldi va bittasi minus. Bitta qoldi O'zbek Gaming, iltimos sizdan. Iltimos. Pichoqlaymiz. Voy, Kirambit bor ekan. Yaxshi o'yinchi ekan. 30 jonman. Mayli. Lekin bir endi snayperda bespritsel. Demak, boshladik. Xo'p. O'talmadim. Voy. Mayli, 2-1. Avimlar zo'r ekan. Xo'p. Ko'pchilikning talablariga binoan keyingi video stand-offda bo'lsa iltimos deganlarga. Shuning uchun bu videomizda stand-offdan qildim. Xo'p. Va siz uchun keyingi raundim ularga bo'ldi 1. Mayli, xo'p. Hal komba qila olamiz. Demak, hayishga shu tarafga qarab o'tamiz va pistoletimizni olamiz va ikkitasi ham men tarafda. Xo'p. Lekin o'ldim. O'zbek Gaming, O'zbek Gaming ham o'ldi. Nima qilsam ekan? Lekin comeback qilamiz. Hali endi noj bilan, demak, boshlaymiz o'yinimizda. Xo'p, granata shu tarafga qarab o'tamiz va bitta fleshka shu tarafga qarab o'tamiz va orqaga qarab olamiz va fleshka bizga ta'sir qildi, lekin kim bor? Vot, O'zbek Gaming o'lib ketdi va men buni so'yaman. Meni so'ydi. U birinchi bosdi. Tugmani u birinchi bosdi. Mayli. 5-1 comeback qila olamiz hali. Keyingisi ham snayperski, faqat avimdan yaxshimiz bu snayper. Voy, bittasini granata bilan o'ldirdik. Yaxshi. Bitta qoldi. Iltimos. Xo'p, lekin bo'lmayapti-da. Men o'ldim. Iltimos O'zbek Gaming. Iltimos. Yaxshi, O'zbek Gaming uni o'ldirdi. Yaxshi, pistoletda. Xo'p, keyingi raund 5-2 shot bilan hozir yutqizyapmiz hozircha. Xo'p, keyingi raund hayishga ham bor ekan, shu tarafga qarab o'tamiz va inchalar tarafda. Keldi. Yana bitta qoldi. O'zbek Gaming, iltimos, men tarafda. Yaxshi. Comeback qila olamiz biz. Comeback qilamiz albatta. Biz bu o'yinda yutishimiz kerak. Do'stlar, iltimos, shu o'yinda biz yutamizmi yo'qmi kommentariyada yozib qoldiring. Agar keyingi videolarda ham O'zbek Gaming chiqishda xohlasalaringiz, shu videoda 100 ta like qilib beringlar, iltimos. Videoga albatta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va keyingisi avimda pritsel bilan samolyot shu tarafga qarab birozdaga o'tib qo'yamiz va shu tarafga qarab turamiz. Agar kelsa raisni o'tamiz, lekin bu tarafda ekan va siz yana bitta qoldi. O'zbek Gaming, iltimos. Voy, men ekan. U meni ko'rmayapti, pichoqlayman. Yaxshi, pichoqladik. Battar bu. Xo'p,
keyingi raund. Hop, 6-4 natijasida yutqizamiz. Lekin ular hozir birinchi 8 ta shot ola olsa bizdan, ular yutadi. Voy, iltimos, bitta. O'zbek Gaming 2-1 yutasiz, yutasiz. Voy, bitta, iltimos. Voy, 7-4, afsus. Endi comeback qilish vaqti keldi. Ularga endi bittaga shot bermaymiz hech qachon. Endi mana comeback qilish vaqti keldi. Demak, o'yinni endi boshlaylik. Xo'p. Birinchi ochamiz, qaraymiz, yo'q. Lekin yo'q chiqadi. Xo'p, mana ashada. Yaxshi, bittasi minus. Xo'p, keyingisi. Xo'p, keyingisi minus. Yaxshi, 5 ta jon bilan ikkalasi ham yordim. Xo'p, keyin 7-5 aytdim-ku, endi comeback qilish vaqti keldi deb. Keyingisi Deagledamiz. Xo'p, 7-5. Ular bitta shot olsa, biz yutqizamiz. Xo'p, keyingisi. Voy, O'zbek Gaming tasini o'ldirdi va bitta odam qoldi. Iltimos, shu. Yaxshi! 7-6. Comeback qilamiz. Bitta shot bilan comeback qilamiz hozir. Xo'p, Trabashkada. Xo'p, demak, solamiz. So'ng sherga otib qo'yamiz va otamiz. O'zbek Gaming o'ldiradi. Voy, anada ichiga kirib ketdi. O'zbek Gaming o'ldirdi. Yaxshi! Comeback! Mana shunaqa deyiladi. Endi eng oxirgi raund, hal qiluvchi raund. Bunda qaysi jamoa yutsa, shu jamoa eng zo'r deb hisoblanadi. Xo'p, keyingisi va men yutdim. Va, yaxshi! Mana do'stlar, mana haqiqiy comeback video shu. Xo'p, 7-8 natijasi biz comeback qilib yutib ketdik mana. Men ikkinchi o'rindaman. O'zbek Gaming albatta mendan zo'r o'ynaydi. Xo'p, ozgina misal bitta missiya bajarilgan yo'q. Keyin rezultatga bizga 342 ta va 250 ta berdi. Xo'p, keyingisiga coinga bizda nechta coin ber ekan? 10 ta, 20 ta. 20 ta bizga coin berdi va o'yindan chiqamiz. Agar endi bizda serverimiz yetadi. Hozir bitta open case qilamiz. Qani? Mana 104 ta bizda serverimiz bor. Hozir bitta case sotib olamiz. Xo'p, qaysi biridan sotib olsam ekan? Mayli, Havilonni sotib olamiz. Kupit, inventarga o'tamiz va ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Davay. Demak, famiz tushdi. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, chao.